Demak, birinchi mavzumiz dasturiy ta'minot sifatini ta'minlash tushunchasi. Rejamiz, kirish, sifatni ahamiyati, sifatni ta'minlash, talablar, sinov, rejalashtirish, metodologiya, Agile DevOps, sifat ko'rsatkichlari, ishonchlilik va samaradorlik. Xulosa qilib, sifatni oshirish zarurligini ko'rib chiqamiz. Demak, dasturiy ta'minot sifatini ta'minlash tushunchasi deganda biz uni tushunishimiz kerak. Bu dasturiy ta'minotning yuqori sifatli bo'lishini ta'minlashga qaratilgan strategiya va amaliyotlar to'plamidir. Dasturiy ta'minot sifati foydalanuvchi talablariga javob berish, tizim samaradorligini oshirish, ishonchlilikni ta'minlash va mahsulotning uzoq muddatli ishlashini kafolatlash bilan bog'liq. Demak, dasturiy ta'minot sifatini ta'minlash deganimizda biza yuqori sifatli bo'lishini qaratilgan strategiya bilan amaliyotlar to'plamini tushunishimiz kerak ekan. Dasturiy ta'minotni testlash deganimiz bu torroq doirada aytadigan bo'lsak, masalan, bir bo'limni testlash yoki bir dona funksiyani testlash qilishimiz mumkin edi. Yoki bo'lmasam bir pejni testlash qilishimiz mumkin edi. Yoki bir rol bilan kirib turib testlashimiz mumkin edi. Lekin dasturiy ta'minot sifatini ta'minlash bo'lsa, umumiy shu bir narsani dasturiy ta'minotda bo'ladigan bo'lsak, u mobil bo'ladimi, web bo'ladimi, desktop programma bo'ladimi, ana o'shani umuman olganda hamma joyini testlab chiqib, yo bo'lmasam sifatini oshirib yoki qandaydir bir optimalliklar qo'shib yoki nishini narsa qo'shsak, biz ham programmamiz zo'r ishlaydi degan narsalarni qo'shib chiqsak, bizani dasturiy ta'minot sifati oshadi yoki xatoliklarni tuzatib chiqish mumkin yoki yangi funksiya qo'shish mumkin. Shuni umumiy qarash dasturiy ta'minot sifatini ta'minlashga kiradi. Demak, bu umumiy tushuncha hisoblanadi. Dasturiy ta'minot sifatini ta'minlashni maqsadi navdan iborat. Asosiy maqsadi dasturiy ta'minot ishlab chiqish jarayonidan foydalanuvchilarga yetkazib berishgacha bo'lgan jarayonda xatolarni oldini olish va mahsulotni to'liq, to'g'ri, ishonchli qilib yetkazib berishdir deydi. Demak, bizani shu kod yozib boshlab, programmani tuzib boshlaganimizdan to foydalanuvchilar bizning programmamizdan foydalanib o'zine kerakli bo'lgan funksiyalarni bajarib oladigan jarayongacha bo'lgan hammasi dasturiy ta'minot sifatini ta'minlashning asosiy maqsadi bo'ladi ekan. Shuni to'g'ri yetkazib berish, mahsulotning to'liq ishlashi, funksiyalar yaxshi ishlashi, programmamiz ishonchli bo'lishi. Bu maqsadga quyidagi yondashuvlar yordamida erishiladi deydi. Oldindan xatolarni aniqlash va tuzatish. Testirovchilar bo'lsa, xatoliklarni ko'rib chiqib, xatoliklarni aniqlaydigan odamlardan, quality assurancelar bo'lsa, oldindan xatoliklarni taxmin qilib beradigan odam, shuning kasb deb aytadi ekan. Buning uchun albatta tajriba kerak bo'ladi. Demak, bular xatoliklarni oldindan prognoz qilib aytishi kerak. Ina shuning programmamiz shuni ishlasa, shuning xatoliklar yuzaga kelishi mumkin. Bundan shuning vaqtdan yutkazishimiz mumkin, yo bo'lmasa moliyaviy zarar bo'lishi mumkin degan narsani aytishi kerak yoki foydalanuvchilar sonining kamayishini olib kelishi mumkin yoki mini vaziyatda yoki buncha dona odam kirgan vaqtda shuning muammolar bo'lishi mumkin degan narsani aytishi kerak edi. Demak, dasturiy ta'minotni ishlab chiqish jarayonida testlar, inspeksiyalar va kodni ko'rib chiqish orqali xatolarni erta bosqichda aniqlash. Tizim talablariga muvofiqlik, mahsulot foydalanuvchi ehtiyojlariga dastlabki texnik talablarga mos bo'lishini ta'minlash. Ya'ni har bir programma yozilgan vaqtda o'zi ishlab chiqishdan oldin tizisini yozar ekan. Keyin shu tizig'iga asosan shartnoma tuziladi. Shuning talablar bo'yicha programma ishlab chiqiladi deb. Shu ehtiyojlarni, texnik talabdagi yozilgan funksiyalarni hammasi bilan mos kelishi kerak. Samaradorlikni oshirish uchun dasturiy ta'minotni optimallashtirish orqali samaradorlikni va ishlash tezligini oshirish. Endi dasturiy ta'minot sifatini ta'minlash jarayoni nechik jarayonlardan iborat. Dasturiy ta'minot sifatini ta'minlash bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi va ularning har biri dastur sifatini nazorat qilish va yaxshilashga qaratilgan. Asosan biza dasturiy ta'minotni testlash metodlari bor edi. Har xil metodlarida 4-5 bosqichdan iborat bo'lar edi asosan. Yoki 4 bosqichli testlash amalga oshiriladi yoki 5 bosqichli, ayrim hollarda 6 bosqichlar ham bor edi. Endi dasturiy ta'minot sifatini ta'minlash jarayonlarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi talablarni aniqlash va hujjatlashtirish.
Har qanday dasturiy mahsulotning sifatli bo'lishini ta'minlash uchun birinchi bosqich foydalanuvchi talablarini aniq tushunishdir. Talablar hujjat shaklida rasmiylashtirilishi kerak. Bu hujjat sifatni ta'minlash guruhiga dasturiy ta'minotning nima qilishi kerakligi, qanday ishlashi kerakligi va qaysi mezonlarga javob berish lozimligi haqida ma'lumot beradi deydi. Birinchi talablarni aniq bilib olish kerak. Programmist har sohadan bilimi yaxshi bo'lishi kerak. Masalan, quruqgina shu programmalash bilan emas, programmist masalan mediklar uchun ham programma tuzib beradi. Buxgalterlar uchun ham programma tuzib beradi. Do'konda ishlaydiganlar uchun ham, yo bir firmalar uchun yoki налог uchun deymizmi, gaz idora deymiz, svet idora deymizmi, nima kasb bo'ladigan bo'lsa, hammasi uchun programma tuzishi mumkin. Lekin u programma tuzishdan oldin shu kasbda nechik rollar bor, nechik foydalanuvchi nima funksiyalarni bajaradi, qaysi birida nimaga dostуп bo'lishi kerak, nima narsa yozish kerak, hammasini aniq bilib olishi kerak. Bu narsani bilmay turib, shu kasb uchun programma yaratib bo'lmaydi. Любой hamma programmamiz ham qaysidir bir kasbni ishini aqsatlashtirish uchun yoziladi. Demak, shu foydalanuvchining talablarini aniq tushunib olish kerak birinchi o'rinda. Ana undan keyin shu narsani hujjatlashtirish kerak, rasmiylashtirib yozish kerak. Masalan, nima programma ishlab chiqsangizlar ham uni patentini olib o'zlaringiz oldlaringizga qo'ymayinchaklim ham hujjatlashtirilmasa, demak, u dokumentali bo'lmaydi. Masalan, ko'p kashfiyotlar bo'ladi, lekin qachonki unga patent olinsa, keyin u sizning kashfiyotingiz deb aytiladi. Shuningdek, demak, birinchi foydalanuvchi talablarini o'rganib chiqish kerak. Masalan, meditsina uchun hozir bu programma ishlab turibdi. Adını Dmet degani, Dmet programma ishlab turibdi. Masalan, uning ichida necha dona rol bor. Ham foydalanuvchi bor, bemor bor. Yoki bemor bo'lmasa, patsient deydimi? Keyin shifokor bor, oilaviy shifokor bor. Masalan, prosta qabulga yozilish bor, tashxislarni ko'rib chiqish, medsestrasi, yo bo'lmasam детский medsestrasi, oilaviy koridon medsestrasi, keyin qabulda o'tiradigan medsestrasi, masalan, shunchakli rollar bor. Keyin ularni boshqaradigan direktor, yo bo'lmasam undan ulli, masalan, bir tashkilotni boshqaradigan admini bo'lishi mumkin. Demak, shuncha rollar bor, har qaysini o'zini yarasha qiladigan ishlari bor. Masalan, qabuldagisi faqatgina qabul qilib o'chirda olib berishi mumkin. Oilaviy shifokor oilaviy hammasini tekshirishi mumkin. Детский medsestra bo'ladigan bo'lsa, faqatgina shu bolalarni qarashi mumkin. Yana ham har qaysini masalan ko'rikda o'tirgan vaqtda necha dona unga dori yozib berishi mumkin. Uni yoziladigan dorilarning ro'yxatlari, назначениясini ro'yxatlari hammasi programmaning ichiga kiritilgan. Bu ham katta tizim. Buni ishlab chiqish uchun ham boshda yana bu programmist shu foydalanuvchilarning hammasi bo'lib, hammasi bilan suhbatlashib, hammasini talablarini aniq o'rganib chiqqan. Demak, bu eng muhimi hisoblanadi ekan. Shu birinchi bosqichimiz to'g'ri boshlansa, shu jarayonni keyingilar ham avtomatik shunga mos bo'lib davom etib ketaveradi. Sifatni rejalashtirish. Sifatni rejalashtirish bosqichida dasturiy ta'minot uchun sifatni ta'minlash strategiyasi ishlab chiqiladi. Bu jarayondagi quyidagi elementlar aniqlanadi. Test jarayonlari va vositalari, sifatni baholash va sinov metodologiyalari, xatolarni qayd qilish va tuzatish jarayonlari. Test jarayonlari va vositalari o'zi birinchi shu qamrovni belgilab olishimiz kerak. Nerda o'tkaziladi? Test jarayonlarimiz nechik vositalar bilan o'tkaziladi? Qo'lda testlashmi yo avtomatlashtirilgan testlashmi? Aniqlab olishimiz kerak. Undan keyin sifatni baholash va sinov metodologiyalari qaysida bo'ladi aniqlab olishimiz kerak. Keyin bajarganimizdan keyin xatolarni yozib qo'yib, qanday tuzatish kerakligini tuzatish jarayonlarini ham yozib borishimiz kerak. Testlash bo'lsa faqat xatoliklarni qayd qilib ketish bo'lar edi. Endi bu sifatni ta'minlashda nishab tuzatish kerakligini ham yozib o'tishimiz kerak. Uchinchi jarayonimiz bu kod yozish va sinovdan o'tkazish. Endi kodlash jarayoni dasturiy ta'minot ishlab chiqishning markaziy bosqichi hisoblanadi. Bu yerda sifatni ta'minlashning asosiy qismi dasturiy kodning to'g'riligini tekshirish va sinovlardan foydalaniladi.
Sinovlar turli xil shakllarda bo'ladi. Biza buning turlarini dim ko'pisini testlashda ko'rib chiqdik sizlar bilan. Asosiysi bu yerda black box testing bilan white box testingni aytib turibdi. Demak, black box testing bo'lsa, foydalanuvchi dastur funksionalligini tekshiradi. Ya'ni foydalanuvchiga ko'rinadigan funksiyalarni ishlatib turibmi, yo'qmi, nechik darajada yaxshi, nechap optimallashtirsa bo'ladi degan savollarga javob berishi kerak. Bu kodni ko'rib chiqmaydi. White box testingda esa dastur kodi to'g'riligi tekshiriladi. O'sha backend tarafi foydalanuvchiga ko'rinmaydigan qismini tekshirish white box testing deb o'tdik. Keyingi jarayonimiz avtomatlashtirilgan testlash. Avtomatlashtirilgan testlash bu sifatni ta'minlashni samaradorligini oshirish uchun keng qo'llaniladi. Avtomatlashtirilgan testlar yordamida dasturiy ta'minotning turli xil qismlari avtomatik ravishda tekshiriladi. Bu sinov jarayonini tezlashtiradi va inson xatosi ehtimolini kamaytiradi. Lekin birinchi hamma dasturlarda sifatni ta'minlash uchun birinchi qo'lda testlash amalga oshiriladi. Asta-asta programmamiz kattalashib, funksiyalari ko'payib borgan sayin bosqichma-bosqich avtomatlashtirilgan testlasha o'tsak bo'ladi. Keyingi bosqichimiz sifatni monitoring qilish va tahlil qilish. Dasturiy ta'minot ishlab chiqish jarayonining har bir bosqichi monitoring qilinadi va tahlil qilinadi. Test natijalari, foydalanuvchi sharhlari va kodni tekshirish jarayonlari natijalari tahlil qilinib, dastur sifatini yaxshilash yo'nalishlari belgilanadi. Demak, sifatni doimiy ravishda monitoring qilib turish, tahlil qilib turishimiz kerak. Endi uzoq muddatli sifatni ta'minlash keyingi bosqichimiz. Mahsulot foydalanuvchilarga yetkazib berilgandan so'ng ham sifatini ta'minlash uchun davom ettiriladi. Mahsulot ishlayotgan paytda xatolarni kuzatish, foydalanuvchi fikrlarini olish va dasturiy ta'minotni yangilash sifatni ta'minlashning muhim qismlaridan hisoblanadi. Hamma narsada biza monitoring olib borishimiz kerak. O'zi hamma yo'nalishda, hamma kasbda, faqatgina dasturiy ta'minotda emas. Demak, shuni ish qildik. Masalan, ta'lim sohasida bo'lsam, studentlar monitoring olib boriladi. Nechasi, masalan, oddiy eng kichik bosqichini aytadigan bo'lsak, darsdan necha o'quvchi girdi, nechasi fandan o'tdi, nechasi 5 baho oldi, nechasi 4 baho oldi, nechasi baho ola olmadi yoki amaliyotlarni nechasi topshirdi degan narsani statistikasini chiqarish ham kichik bir monitoringga misol bo'ladi. Uni keyin tahlil qilib, kelajakda masalan, shunday qilib topshiriq berilsa, shuncha student o'tadi ekan, o'qishi yaxshilanadi ekan, imining topshiriqlar berilsa, ko'pisi fandan o'ta olmaydi ekan yoki bo'lmasam shunday topshiriqlar qo'yilsa, fanga bo'lgan qiziqishi oshadi ekan, ko'proq topshiriq bajaradi ekan degan xulosaga kelinishi mumkin. Masalan, dasturiy ta'minot sifatini ta'minlash misolida oladigan bo'lsak, biron bir programmani masalan shunday funksiyalarni qo'shgan vaqtimiz bizning foydalanuvchilarimiz 100 ming dona edi. Funksiyalarni olib tashladik yoki bo'lmasam yaxshiladik. Shundan keyin 500 ming dona foydalanuvchimiz paydo bo'ldi bizani degan tahlil qilish mumkin. Agar shunday davom qiladigan bo'lsak, 1 million yetkazishimiz mumkin foydalanuvchilarimizni degan xulosani berish mumkin ekan. Endi sifatni ta'minlashda ishlatiladigan metodologiyalar. Dasturiy ta'minot sifatini ta'minlashda turli xil metodologiyalardan foydalaniladi. Agile, Scrum, DevOps, Test Driven Development bularni hammasini alohida testlashdan ko'rib chiqadi ekanmiz. Demak, bu metodologiyalar dasturiy ta'minotni kichik bo'laklarga bo'lib ishlab chiqish va har bir bo'lakni mustaqil ravishda sinab ko'rishni ta'minlaydi. Bu yondashuvning asosiy afzalligi tezkor javob berish, xatoliklarni erta aniqlashdir deydi. Demak, har bir metodologiyamizni o'zini ishlatiladigan dasturi bo'ladi. Har qaysini o'zina qarab ishlatishimiz kerak. Qaysidir bir metodlarimizni kichik bir funksiyalarda ishlatadik, qaysidir birlarini katta programmalarda, qaysidir birlarini foydalanuvchi talablarini bajarish uchun moslashgan, qaysidir birlari faqat o'yinlar uchun. Demak, har qaysini o'zini ishlatiladigan joyi bor. DevOps bo'lsa, bu ishlab chiqish va operatsiyalarni birlashtirish orqali dasturiy ta'minotni uzluksiz ishlab chiqish va sinov jarayonlarini tezlashtirishni ta'minlaydi. Test Driven Development bo'lsa, dasturlash texnikasi bo'lib, dastlab test yoziladi, so'ngra bu testni o'tkazish uchun kerakli kod yoziladi. Endi dasturiy ta'minot sifatini ta'minlashning afzalliklari nimadan iborat? Xatoliklarni kamaytirish, birinchi o'rindan mijoz talablari bilan moslik, resurslardan samarali foydalanish, bozor raqobatbardoshligini ta'minlash.
Demak, sifatni ta'minlashni asosiy afzalliklari birinchi o'rinda xatoliklarni kamaytirishi kerak. Ya'ni sinov va monitoring yordamida dasturda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan xatoliklarni erta aniqlash va tuzatish. Bu dasturimiz foydalanuvchiga yetib bormasdan burun topilgani ancha yaxshi. Mijoz talablariga moslik. Demak, ana shu foydalanuvchi talab va ehtiyojlarini mos kelishi kerak. Shu funksiyani bajarish uchun ishlab chiqarildimi dasturiy ta'minot? Birinchi o'zini bajarishi kerak bo'lgan funksiyasini ishlashi kerak. Resurslardan samarali foydalanish. Dasturiy ta'minot samaradorligini oshiradi, bu esa resurslarni tejashga yordam beradi. Bozor raqobatbardoshligi sifatli mahsulot ishlab chiqish kompaniyaning bozor raqobatbardoshligini oshiradi ekan. Demak, sifatni ta'minlashda duch kelinadigan qiyinchiliklar. Qiyinchiliklar bizada necha qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Murakkablik. Katta tizim bo'ladigan bo'lsa, murakkab algoritmlar va ishlashda dastur sifatini ta'minlash qiyinlashadi. Tizimimiz qanchalik kattalashsa, uni sifatini ta'minlash ham qiyinlashib boraveradi. Shunga yarasha masalan, ishchilar sonini ko'paytirish mumkin, metodlarni optimallashtirish mumkin. Resursga yetishmasligi qiyinchiligi bo'lishi mumkin. Bu sifatni ta'minlashga ko'p vaqt, mablag', inson resursini talab qilishi mumkin. Texnologik o'zgarishlar. Yangi texnologiyalar paydo bo'lishi bilan dasturiy ta'minotni moslashtirish va yangilash ehtiyojlari paydo bo'ladi. Bu sifatni boshqarishda qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun ham demak, hamma chiqib turgan yangi texnologiyalarni o'rganib, o'zimizni dasturiy ta'minotimizga moslashtirib borish kerak, optimallashtirib borish kerak. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, dasturiy ta'minot sifatini ta'minlash jarayoni mahsulotning ishonchliligi, samaradorligi va foydalanuvchi ehtiyojlariga muvofiqligini ta'minlashga qaratilgan kompleks yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Bu jarayon texnologik vositalar va metodologiyalar orqali amalga oshiriladi va dasturiy ta'minotni bozorga chiqarishdan oldin uning sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Demak, dasturiy ta'minot sifatini ta'minlash bu bizning programmamizni kelajakda yaxshi rivojlanishi, bozorda o'z o'rnini topishi uchun xizmat qiladi ekan.